Ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. 2026-yilda iyul oyiga reyslar bormi? O'zi oyam oxirlab qoldi. Avgust oyigacha degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bugun Hikmat Travel'da ofisiga yetib kelganmiz. Videomizni oxirigacha ko'rib turasizlar. Iyul oyining oxiriga reyslarimiz bor ekan, avgust oyining boshrog'iga reyslarimiz qo'yilgan ekan. To'liq ma'lumotni endi Abdug'offar akadan olamiz. Sizlar videomizga bitta like bosib turinglar. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, obunachilarga endi aytib qo'ydim, avgust oyining boshrog'iga ham reyslar qo'yildi dedim. Bormi o'zi aka reyslarimiz? Bor. Birinchi hammani kuttirmaylik. Reyslarni kunlarini, pullarini, qaysi chizlovlarga bor, hammasini aytib o'taylik. Keyin sharoitlarimizni aytib o'tamiz. Xo'p, bo'ladi. Boshladik. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yildi. Xudo xolasa oyning oxiriga 29-iyul, 30-iyul Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha narxi $900. Narxi $900. 29 va 30-iyulga Toshkent Madina $900 narxi. Vizasi bo'lsa $800. Vizasi bo'lsa $800. Bemalol aloqaga chiqinglar. Endi avgust oyiga 5-6 avgustlarga Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, Namangan Madina reysimizda 29-iyul kuni chuslosi bor, 5-avgust kuni reysimiz bor. Buni narxini $930 qilib beramiz. Namangan Madina 29-iyul, 5-avgust $930. Xo'p, Farg'ona Madina bor. Farg'ona Madina reysimizni 30-iyul kuni va 6-avgust kuni reyslarimiz bor. Bularning narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q, xudo xolasa. Shu va reyslarimiz hozircha borlari. Hozircha borlari shu. Xo'p, endi sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Gastitsalarimiz uzoqligi qaysi biri bo'sh bo'lsa o'shanga tushadi, xudo xolasa. Lekin eshitayda avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa bemalol olib kelishadi. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara, Makka Mukarrama ziyoratlari va Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga olgan, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari to'lov masalalari ko'pchilik to'lov masalalari xohlasalaring ofisimizga borib to'lovlarni amalga oshirsalar bo'ladi rasmiy kassalarimizga. Xohlasalaring onlayn joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarida bor, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Bemalol joylarini ofisimizga borib xohlasalaring bron qilinglar, rasmiy kassalarimizga to'lov qilinglar, xohlasalaring onlayn joylarini bron qilinglar, rasmiy hisob raqamlarini beramiz, bankka borib to'lov qilaverasizlar, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lganiga xudo xolasa to'lov qilsa bo'lar ekanda. Shu yo'nalish bo'yicha to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'laveradi. Yana aloqaga chiqinglar, qanday qilib qilinadi, nima qilinadi o'zimiz tushuntirib beramiz chiroyli qilib, xudo xolasa. Albatta, qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar, javob beriladi. Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. Oddiy telefon sizlarga qulay bo'ladigan bo'lsa, oddiy telefondan qilinglar. WhatsApp qulay bo'ladigan bo'lsa, bemalol WhatsAppdan ham yozishlaring mumkin. Abdug'offar akaning o'zlarining nomerlarini qo'yyapmiz. Bemalol telefon qilib sharoitlarimizni o'sha eshitasizlar. Yana qaytadan narxlarimiz aytiladi. Agar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, qizil pasportlarni tashlasizlar, joyida bron qilishadi. Xudo xolasa aytilgan sanaga sizlar aeroportga borsalaring bo'ldi. Keyin aeroportda aytib o'tganlarda qolgan to'lovlar amalga oshirsalaring bo'ldi. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha